Eriyman deganingga necha yil bo'lib ketdi. Bolam qachon 5 barmoqqa borasan? Ustki klub bilan 5 barmoqga borib ko'ramiz. 5 barmoq ish uchun uzoqga borishga erinadigan akalar uchun maxsus. Endi o'z-o'zidan algoritmda 5 barmoq va Xorazm balularini yaxshi tayyorlaydigan yangi oilaviy restoran ochildi. Joylashish ham, atmosfera yoqimli, ham oilaviy, ham ulfatlar bilan o'tirish uchun qulayliklar bor. Salat va suvlarni vaqtida olib kelib berishdi, lekin zakaz qilgan 5 barmoq 1 soat kuttirdi. Zakaz qilmasa ham baluni birinchi olib kelib berishdi. Mazasi zo'r, qisqa qilib aytganda balu. Va nihoyat ko'zimizni o'ynatib 5 barmoqni bulyoni ketidan o'zi ham kirib keldi. Ko'rishlariga kommentda baho berguningcha men bulyonni sirpantirib turaman. Issiqligida jonni rohati-ku bu. Bu videoni 5 barmoqga erish kerak bo'lgan ustki krugiga yuborib qo'yasizlar. 5 barmoqning mazasi ham maromida, ayniqsa surqasiga alohida 5. Qartani ham hidi yo'q. Ochilganiga endi 20 kun bo'lgani uchun ba'zi kamchiliklar bor. Buni rahbarlarga yetkazib qo'ydik. To'g'rilab qo'yamiz deb va'da berishdi. Obzorimiz yoqqan bo'lsa bitta like qo'ying. Shunaqa chestniy obzorlarni o'tkazib yubormasligi uchun bizga podpiskani bosib qo'ying. Bizni bo'lsa limon choyi sirpantirib duo qilib ketdik. Lokatsiya Telegram kanalida bor.